Bu video nevroz holatidagi insonlar uchun mo'ljallangan. Agar sizda nevroz holatlari bo'lmasa, bu videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan psixolog sifatida emas, ekspert sifatida ham emas, mutaxassis sifatida ham emas. Bugun sizlar bilan dushevniy razgovor, tildan suhbat deydimi? Bir oddiy, yengil suhbat va yengil yo'nalish deb qabul qilishinglarni so'rayman. Agar vaqtinglar bo'lmasa, bu videoni vaqtinglar bo'lgan vaqt ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozirgi payt nevroz holatida qiynalyapmiz, to'g'rimi? Juda qiyin holat, juda ham yomon xayollar oqimi bor, juda ham har xil turdagi simptomlar bor. Bu vahimaga qo'shilgan qo'rquvlar bor. Bu vahima juda ham qayta keladigan vahima hujumlari bor. Juda ham ko'p simptomlarning ichida yashab yuribmiz, to'g'rimi? Juda qiyin. Hatto dushmanimizga, o'zimizni dushmanimizga ravo ko'rmaymiz bu narsani. Даже dushmanimizga ham qarg'amaymiz, nevroz bo'lib qolgan deb qarg'amaymiz. Chunki bilamiz hozirgi holat qanaqa qiyin. Hatto bu holatda insonlar o'lib qolmaymanmi? Jinni bo'lib qolmaymanmi men? Yoki jinni bo'lib qolmanmi? Menda o'lim holati bo'lmaydimi? O'lib qolmaymanmi deb so'raydi. Bu bekorga emas hech qachon. Inson uncha muammoda men o'lib qolsam kerak deb fikrlamaydi. Nevroz holatida shunaqa qiynalib ketadiki inson, shunaqa qiyin bo'ladiki, bu insonni shunaqa fikrlashga ichidan keladi bu fikr. Ya'ni bu fikr o'ylab topmaydi bu inson. Bu ichidan keladi bu fikr, to'g'rimi? Men o'lib qolmaymanmi? Men qanaqadir yomon holat bo'lib qolmaydimi? Jinni bo'lib qolmaymanmi deb nimagaki bu holatda juda ham qiynaladi inson. Mana shu vaqtda inson o'zini oila a'zolaridan, o'zini ota-onasidan yoki turmush o'rtog'idan, ayolidan, eridan yoki oshna og'aynisidan, qo'ni-qo'shnisidan, qarindosh-urug'idan, yo dugonalaridan bir menga kerakli yordam chiqarmikin deb o'zini vaziyatini aytishi mumkin. Menda shunaqa yomon xayollar bor, senda ham bo'lganmi? Men o'zimdan o'zim yuragim urib ketyapti. Senda ham urib turadimi yuraging? Mana shu ichlarim g'alati bo'ladi, men g'alati his-tuyg'u keladi. Senda ham bo'lib turadimi? Shu narsa deb juda ham ko'p bu holatlarni tushuntirib so'rashimiz, bir yordam kutishimiz mumkin bu vaziyatda, to'g'rimi? Mana shu vaqtda bizga yordam beriladi. Bu yordam qo'y bo'ldi, o'ylama. Sen o'zing qilasan bu narsani. Bor ko'chaga chiqib aylanib kelgin. Bo'ldi yoki bor chalg'igin, bor uni qilgin, buni qilgin, yo dam olgin, bor ana televizor ko'rgin, yo komediya ko'rgin, sen yaxshi bo'lib qolasan. Sen kulishing kerak, boshqa qilishing kerak degan fikrlar paydo bo'ladi. Biz bilamizki, bu fikrlar bizga ta'sir qilmaydi. Biz bilamiz buni. Chunki unga ham amal qilib ko'ramiz, umuman hech qanaqa natija bo'lmaydi. O'sha bilamiz, biz bu fikrlar ta'sir qilmaydi. Hammasi joyida, tekshiruvlardan o'tilgan, hammasi joy-joyida, bizadagi bu ketma-ket qo'rquvlar, ketma-ket xayollar juda ham qiynab yuboradi. Mana shu vaqtda inson bo'ldi. Men hech kim yordam bera olmasa kerak endi. Hamma gapiryapti, men qildim. Hamma joyim sog'lom. Qatim tekshirtirsam yaxshi chiqyapti. Lekin mendagi vaziyat meni qiynab yuryapti. Men boshqa chidolmayman bu holatga. O'sha meni hech kim tushunmayapti. Значит, hamma menga shunaqa maslahat beryapti. Ular shunaqa yashaydi, foydasi bor. Menda o'sha maslahatlar ishlamayapti. Bo'ldi, men tuzala olmasam kerak. Значит, menga hech kim yordam bera olmaydi degan juda ham qo'pol, juda ham noto'g'ri bo'lgan ustanovkani qo'yadi o'ziga. Va shunga juda ham qat'iyatli ishonadi. Mana bu juda ham qo'pol xato degani, mana shu menga hech kim qo'shtirnoqning ichidagi hech kim yordam bera olmaydi degan gap ichiga mutaxassislarni ham qo'shib qo'yadi. Ya'ni mutaxassis, o'sha psixoterapiya bilan ishlaydigan, ilmiy yo'nalish bilan ishlaydigan mutaxassislarni ham bo'ldi, bular ham menga yordam bera olmaydi. Bular ham mana shunaqa maslahatlar beradi menga. Nima boshqa nima derdi bular? Bo'ldi, значит, foydasi yo'q. Meni hech kim tuzata olmaydi deb qo'lini tushirib qo'yadi. Keyingi o'rinda o'sha videolarni ko'radi, mutaxassislarning videosini ko'radi-da,
hech nima ta'sir qilmayapti-yu menga. Masalan, menga ta'sir bo'lmayapti deydi. Aslida bu ta'sirni inson o'sha birpas oldin aytganimdek, menga mutaxassislar ham yordam bera olmaydi degan juda qo'pol bo'lgan uстановкасы turgani uchun o'sha videolar ham ta'sir qilmaydi. Bu inson ichiga kirmaydi bu videolar. Nimaiki, eski til bilan aytganda, bu psixologik blok deyilgan, hozir psixologik proses deyiladi. O'sha psixologik proses ishlab turadi bu insonda. Ya'ni mutaxassislarni ham o'sha jahon standartiga javob beradigan psixoterapiya bilan ishlaydigan oltin standartda ishlaydigan mutaxassislarni ham o'sha oddiy insonlarni, oddiy maslahat beradigan insonlarni safiga qo'shib qo'yadi inson. Shuning uchun videolarni ko'radi, men ta'sir ham qilmayapti-yu bu insonlarning gapi. Bu insonni ichiga o'tmaydi bu videolar. İchigacha tusha olmaydi. Aslida bu aytganimdek juda ham qo'pol, juda ham qaltis xato. Nimagaki hech qachon bizani mutaxassisligi yo'q insonga hech qachon maslahat bermaydi. Ular bizani juda ham yaxshi tushunadi. Yaxshi tushunmaydi, yana bir marta aytaman, juda ham yaxshi tushunadi. Oddiy bir inson menda yomon xayol bo'lyapti, men qiynalyapman deyishi mumkin. Aytilgan ham bizga shu gaplar. Aytilgan bizga. Albatta juda katta qism nevroz insonlarga aytiladi. Ko'p inson bo'ldi qo'ygin, yig'ishtirgin bu gapingni deydi. Lekin o'sha klinitskiy yo'nalishni tushunadigan, psixoterapiyani yo'nalishni tushunadigan, psixoterapiyani tushunadigan mutaxassislar hech qachon bizga qo'ygin demaydi. Nimaga? Chunki bu insonlar shu narsani bilimi bo'ladi. Imini bizani qiynayotgan o'sha men jinni bo'lib qolmasmikinman, menda o'lib qolmasmikinman deb qiynayotgan, ichimizdan siqib turgan o'sha holatlarni bilimi bo'ladi bu insonlarda. Mana shuning uchun bizani holatimizga ular hech qachon qo'ysangchi deb javob bermaydi. Hozirgi holatda nevroz holatidagi insonlarga juda ham katta yelkamadosh bo'ladigan, yelkama-yelka bu holatda birga yashab o'tadigan mutaxassislarni qachonki foydasiz, bu videolardan foyda yo'q, bu mutaxassislardan foyda yo'q safidan chiqarishni boshlasak, bizda qabul qilish jarayoni juda ham tez o'zgaradi. Bu tez o'zgarmaydi, juda ham tez o'zgaradi. Masalan, hozirgi bu kichkina yo'nalish bir oddiy suhbat torqasidan keyin mutaxassislarimizni videosini, agar shu suhbatimizga amal qilib mutaxassislarimizni videolarini bir boshidan ko'rib chiqsak ham bu o'zgarishlarni sezishni boshlaymiz. Chunki bizani ongimizda umid paydo bo'ladi. Mutaxassislarga, psixoterapiyaga, jahon standartiga nisbatan bizda umid paydo bo'ladi. Bu umidni orqasidan harakat boshlanadi insonda. Umid bo'lmagan joyda harakat juda ham past bo'ladi. Ya'niki bir insonda umid uchquni bo'lmasa, ya'ni umid uchquni bo'lmagan joyda unga harakatni ulash qiyin bo'ladi. Umid uchquni paydo bo'lgan joyda albatta harakat bo'ladi. Harakat bor joyda natija bo'ladi. To'g'ri, u sekin bo'lmasligi mumkin. U juda ham tez bo'lmasligi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Qaysidir insonda juda ham tez natijaga erishishi mumkin, qaysidir inson o'rta darajada erishishi mumkin, qaysidir inson tez natijaga erishishi mumkin. Ya'ni harakat bor joyda natija bo'lish ehtimoli oshadi. Bu harakatga avvalambor aytib o'tganimdek, umid uchquni paydo bo'lishi shart. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar.